Bugün seni uzataman. Adar. Ha, o. Gaplashishni. Nima gap? Ay, nima turibdi, voy? O'tirgan joysga soatim botgan bo'lsa keyin unda o'tiradigan narsa yo'q edi. Ha, bo'ldi. Qarang. 3:30dan qolsa yarim kecha suv ichilgan 3:30 nima? Endi bulbul uxlamayapti-da. Mol ovozini eshityapsizmi? Eshitmayman. Mol ham uxlayapti. Mol! Iding. Nima deysiz? Nima? Inningga keling demoqchiydimi? Qizingizni bering, biz ham uyga borib uxlaylik. Adamdan so'rash kerak uni. Adingiz qayerdalar? Adam hozir yugurib o'tib ketdi, ko'rmaysizmi? Yo'q, rostdan. Qayerda bo'lardi? Uxlayapti adam ham. Uxlayotgan ekan, adingiz. Hal qiling. Adam. So'raylik. Siz to'ydan keyin ham shunaqa uxlab qolasizmi? Mo'minaka dedim, sizga gapiryapman. Uni qilish kerak. Sevgimiz uchun kurashmayapsiz. Kurashaman. Hozir mana yonboshlab kurashaman. Hop. Ko'rsa uxlayapti. Ada. Yo'q, Ada. Tepadan tushib ketdingizmi? Ha, tepadan tushib ketdim. Sen qayerda eding? Men sizdan oldin tushib bo'ldim. Voy, sizlar hammanglar tepaga qanaqa qilib chiqib oldinglar? Biz ilgari Choshtepada yashaganmiz, tepaga o'sha. Bular kim? Bu sovchilar. Ya, haqida o't bo'lmasa yotib gaplashamiz. Yoting. Rahmat, dadam, rahmat. Eshitasizmi? Bash flash mazada. Yo'rotib boru, har xil tamlilardan chiqarib tashladi. Hech trenddan tushmayapti. Men sizga to'yimiz haqida gapiryapman. Asaloyiga Baliga boramiz. Ikkalamizni maza qilib uxlayapsizmi? Ada. Gapiring, sizni poylashyapti. Sizni kutib. Gapirishga tilim bor. Lekin uyqum kelyapti-da. Yotgin. Adam bermayapti. Mayli, nima bo'lmasa keta qoling. Yo'q, karavotga tushgan joni bir ertalab ketamiz. Adam. Bu rozi bo'la. Sen uyga boraverma, ertalab boraver. Got you, moonlight